Ajoyib o'yin bilan tabriklaymiz Toshkent shahar jamoasi. Bugungi o'yin haqida ikki og'iz fikr, marhamat. Assalomu alaykum avvalo. Biz mana Farg'onaga yetib keldik. 6 kundan beri shu yerdamiz. Mana finalga chiqdik. Taassurotlar zo'r. Hammaga rahmat, tashkilotchilar uchun, sizlarga hammasiga rahmat. Bu ko'rsatma qanaqa bo'lgan bolalarga? Bobur, Ko'rsatma endi birinchi navbatda kelishimizdan maqsad chempion bo'lish bo'lgan. 2 yildan beri bu finalga chiqishimiz mana Xudoga shukr bu yil finalga chiqdik. Yildan yilga bolalar ham kuchayyapti, chempionat urovini ham yildan yilga kuchayib boryapti. Har tomonlama zo'r bo'lyapti. Farg'ona shahriga, Sudgeyskoga, Erkinaga hammaga kattakon rahmat aytaman. bugungacha qanaqa bosqichdan bosib o'tdinglar, marhamat futbolchi? O'yin og'ir o'tdi. Qizil kartochka oldik. Lekin iroda ko'rsatib yutib ketdik yana. Odob axloq qanchalik kerak ekandiga? Men birinchi o'rinda odob axloq turadi. Kerak ekandiga omad. Kecha o'tgan kuni ko'rdi Sirdaryo, jang qildi, o'ynadi. Bugun nima yetishmadi finalga chiqishga, marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Tashkilotchilarga, tashkil etganlarga avval rahmat aytamiz. Endi bu o'yin trenimizni aytgan qilmadik deb o'ylayman. Shuncha harakat qildik, ko'rib tursa nasib qilmadi bugungi o'yinda. Keyingi chempionatlarda Xudo xohlasa chempion bo'lishga harakat qilamiz. Keyingi o'yinimiz bor, polfinal 3-o'rin uchun, albatta uchun yutuqlar bilan qaytishga Xudo xohlasa ishonamiz. Xo'p, murabbiy, ko'rsatma qanaqa bo'lgan futbolchilarga? Ko'nglingiz to'ldimi o'yindan? Avvalambor assalomu alaykum. Yaxshi o'yin bo'ldi. Endi kecha 1-4 ga ozgina qiyinroq o'yin bo'ldi. Ancha kuch yo'qotdi bolalar. Bilindi, ancha charchagandim. Harakat qildi qo'ldan kelgancha. Rahmat bolalarga. Endi 3-o'rin uchun harakat qilamiz. Men nima demoqchiman? Futbolchilaringizdan ko'nglingiz to'ldimi bugungi o'yindan, kechagi o'yindan va hokazo turnirdan? Turnir yaxshi o'tyapti. O'yinchilardan ozgina ko'nglim to'lmadi. Bor imkoniyatini chiqara olmadi bugun. O'tgan o'yinda yaxshi harakat qilgandi. Ayrim o'yinchilardan ko'nglim to'lmadi. Yaxshi o'zida imkoniyatidan kelib chiqib o'yna olmadi. Xo'p, analizlar, mana shu o'yinni tahlil qilishda qanchalik darajada kechyapti? Nima deb o'ylaysiz komandanchilar? Ko'ramiz endi. Hozir o'yinda повторni ko'rib analiz qilamiz, keyingi o'yinga tayyorlanamiz, harakat qilamiz 3-o'rin uchun. Futbolchi murabbiyni ko'rsatmasini qanchalik bajardinglar mana intervyuda? O'zing tushuntir. Menimcha biz shu berilgan narsalarni 100% oladigan bo'lsak 50% qildik deb o'ylayman. 50%ni bajardik. 50% qildik. Agar menimcha 100% qilganimizda menimcha 5 shans yetadi deb o'ylayman. Kelagamandagi omad, rahmat. Finalga chiqish ajoyib o'yin bo'ldi. Namangan jamoasi bilan Farg'onaning o'yinini ko'rdik. Jamoa sardori o'yin haqida fikrlar ikki og'iz, marhamat. O'yin yaxshi bo'ldi. Oxiri penaltilar serisida haqsep olmadik. Omadimiz kelmadi. Kerak. Xo'p, jamoa murabbiyi ko'rsatmalar futbolchilar qanaqa bajardi? Deyarli yaxshi bajarishdi. O'yin yaxshi bo'ldi. Lekin ozgina omadimiz yetishmadi. Vaziyatlar bo'ldi. Jamoaning o'yinidan ko'nglingiz to'ldimi? Jamoa yaxshi harakat qilishdi. Ertangi 3-o'rin uchun o'yinda ham omad tilayman. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Finalga chiqish o'yini bo'ldi. Ajoyib o'yin bo'ldi. O'yin haqida ikki og'iz fikr. Jamoa sardoridan boshlaylik. O'yin yaxshi bo'ldi, Xudoga shukr. Yutib oldik hamma. O'yin Namangan zo'rlanib, zo'rlanib endi natariyaga chiqdik. Vodiy derbisi jamoaga qanchalik tayyor edinglar o'yinga? Xo'p, birinchidan Namangan jamoasini biz o'yindan kuzatdik. Juda ham shakllangan. Bu jamoani eskidan raqibimiz viloyat vodiy chempionatlarida ham ko'p o'ynaymiz. Jamoa juda ham yaxshi shakllangan jamoa edi. Bugun ikkala maydonda teng kurashlar ostida o'tdi. Mana ko'rdik, penaltilar seriyasi bu lotereya. Kimgadir omad kulib boqadi, kimgadir endi kimdir yutish kerak edi. Lekin Namangan jamoasini bugungi o'yin uchun o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Zo'r o'ynashdi. Murabbiyning ko'rsatmalarini qanchalik bajardinglar? 100% bajardik deb o'ylaymiz. Bajardinglar. O'shaning uchun nol bo'ldimi? Endi shu kirmadi. Sizga savol, ko'rsatmangiz bajarishdimi yo'qmi? O'yin tomonidan ko'rsatma bajarildi 100%. Faqat bizni asosiy momentimiz endi futbol kirmayapti. Kirmasa qiyin deydi-ku futbol. Gol bo'lmayapti. Endi o'zimiznikini urishimiz kerak edi. O'yinning holatida ham 3 ta 4 ta yaqqol shunday holatlar bo'ldiki, birinchi bo'limda e'tibor bergan bo'lsangiz, darvozaga kirib ketayotgan joyda hatto himoyachi orqasini qilsa ham unga tegib qochib Shuni aytyapman-da. Endi bu futbol ekan. Shunisi bilan qiziq futbol. Xo'p, ikkala komandaga ham zo'r o'yin uchun rahmat, tashakkur. Ertangi finalda ham omad tilayman. Keyin eng asosiy narsa bitta mana O'zbekiston futbol assotsiatsiyasiga, Shetga O'zbekiston futbol assotsiatsiyasidan kelgan mutaxassislarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Sababi juda yuqori saviyada tashkillandi ushbu musobaqalar va albatta nasib qilsa ertangi finalda ham raqib jamoamizga ham omad tilagan holatda albatta o'zimizga ham yigitlarga ham yaxshi tayyorlashga harakat qilamiz.
Namangan jamoasiga 3-o'rin uchun bo'lgan uchrashuvda omad tilab qolamiz. Rahmat. Baraka toping.